Mashinaning tepasida turgan mana shu narsani to'g'ri nomini birinchi bo'lib kommentariyada yozgan obunachimizga bizdan 20 litr AI92 markali benzin yoki o'sha benzinning pulini kartalariga tashlab beramiz. O'rtoqlar, bugun bizda sotuvda juda ham zo'r holatdagi Captiva avtomobili 2014-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 3 litr motor, rangiga e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Необычный chiroyli ranglarda mashinamiz полностью beton shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Holati juda ham zo'r holatda, balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Deyarli yangi holatda, benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan. Texnik holatlari prosta super. Motor, ходовой, korobka hech qanaqa muammosi yo'q. Mana bu narsa sayohatlarga chiqqanda juda ham asqotadigan narsa. Saloniga keladigan bo'lsak, mashinamizning saloni ham ideal holatda, matoviy plastmassalar, akvaprintlar qilib qo'yilgan, chiroyli yarashgan, qimmat monitorlar o'rnatilgan, juda ham a'lo darajadagi idealniy salon desak bo'ladi. Chexollar sal eskirib qolgan. Mashinaga 909 Magic ram o'rnatilgan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, ikkita oldi krilosi va mana bu eshigi yarmi bo'yalgan. Suyaklari absolyutni but-butun holatda, mashinani umuman hech qanaqa rasxodi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $11.500. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni Captivani zo'rini qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.